xitoyliklar tomonidan sotib olindimi? Gap shundaki, 20-dekabr kuni Toshkent shahridagi Askiya bozori rekonstruksiya qilish maqsadida auksion platformasida sotuvga qo'yilgan. O'zbekistonda Xitoy kompaniyasi 120 million dollarlik zavod qurmoqchi. Askiya bozori xitoyliklarga sotildi. Masjidlar o'yingohga aylantirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir guruh xitoyliklarning masjidda raqs tushayotgani aks etgan video Maktablarida yosh bolalarga O'zbekiston haqida ma'lumot berib, dars Xitoy kirib kelishi O'zbekiston qanchalik karbo sohasini oladiganligi O'zbekistonni butunlay boshlayapti. Biz qarshi chiqishimiz kerak. Toshkent shahrining 60% xitoyliklar tomonidan sotib olindimi? Gap shundaki, 20-dekabr kuni